ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'zim tushadi. Turli xil insonlar hijrat haqida fikrlarini bildiradi. Aslida hijrat nima? Shu haqida tushuncha berasiz. Uning shartlari qanaqa? Hijrat bu lug'atda ko'chish, tark qilish, ayrilish degan ma'noni bildiradi. Istilohda esa ikkita narsadan hijrat qilishni anglatadi. Ya'ni ikkita narsani tark qilishga nisbatan ishlatiladi. Birinchisi inson yashab turgan joyini, yashab turgan makonini, manzilini, vatanini tark qilib boshqa joyga ko'chishiga aytiladi. Ikkinchisi inson o'zi qilayotgan gunohini tark qilishga ham hijrat deyiladi. Bugungi kunda hijrat bormi? Bo'lsa, qanday holatda, qanday ko'rinishda? Bu hijratda 3 ta narsa qasd qilindi. Birinchisi jon muhofazasi, e'tiqod muhofazasi va mol dunyo muhofazasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha islom ta'limotini olib kelgan paytlarida u zotga va u zotga ergashgan musulmonlarga nisbatan makkaliklar tarafidan nihoyatda katta nohaqliklar bo'ldi, zulmlar bo'ldi, jabrlar bo'ldi. Hattoki ularning jonlariga, e'tiqodlariga va mol mulklariga nisbatan tajovuzlar bo'ldi. Va mana bu paytda Nabiy alayhissalom o'zlari emas, yana qaytaraman, o'z xohishlari bilan emas, Alloh taoloning buyrug'i bilan Nabiy alayhissalom Makkadan Madinaga ko'chdilar. Va mana bu ko'chishlari hijrat deb nomlandi. Makkada bu 3 ta narsaning muhofazasi yo'q edi. Oradan yillar o'tgandan keyin musulmonlar Madinada kuch-quvvatga to'ldi. Islom yoyildi va Nabiy alayhissalom o'zlari tug'ilib o'sgan vatanga qaytdilar. Makka fath bo'ldi. Shu joyda Payg'ambar alayhissalom bir mashhur hadislarni aytdilar. Aytdilarki, Makka fathidan keyin hijrat yo'q. Bo'ldi, islom oliy bo'ldi, musulmonlar kuch-quvvatga to'ldi, Makka fath bo'ldi, bundan keyin hijrat qilish yo'q. Ya'ni hijratning birinchi turi bekor bo'ldi. O'z-o'zidan bir savol tug'ilyapti. Hozir aytdingizki, Rasululloh alayhissalom o'sha davrda Makka fath bo'lgandan keyin hijrat yo'q deb aytdilar deyapsiz. Shu hadis yoki shu jumla aynan o'sha davrga xosmi yoki bu to qiyomatgacha siz aytayotgan o'sha hijrat yo'q bo'ldi degan bir hukmmi bu? Bunga qanday qarash mumkin? Bu hijrat haqidagi hijratga buyurilgan hadislarning hukmini man qiluvchi, hukmini nasx qiluvchi ommatan musulmonlarga vatandan ko'chish bekor qilinganligini bildiruvchi hadis. Demak bu to qiyomatgacha amal qilinadigan. To qiyomatga qadar amal qiladigan hadis. Qiyomatga qadar amal qiladigan hadis.